Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom, chiqing uka. Yunusobodgacha tashlab qo'yasizmi aka? Bo'l, tashlab qo'yamiz, aka, vazifamiz u. Necha pul bo'ladi aka? 43 ming bo'lar ekan. Aka, shu yonimda pulim kam edi. Ana blogerman, bitta istoriya qilib bersam bo'lmaydimi? Zo'r qilib istoriya qilib beraman sizga. Va, onasini ham sen bloger. Hamma joy bloger uka. Meni hayotimni istoriya qilib ber. Bittangda uyingni olib chiqsang pulda, bittangda istoriya qilib ber. Qachon ko'karamiz uka? Tushga bitta istoriya qilib beraman. Tush. Ha, istoriya qilib ber. Qadrli do'stlar, Akajon to'xta. Mana shu flashni oling. Talabaman-da, kontraktimga ozgina yordam qiling aka. aka, men ham talabaman-da. Lekin blogerman. Xohlasangiz bitta istoriya qo'yib beraman, zo'r ketadi. Mayli, bo'ladi. Qadrli do'stlar, ukamiz Toshkentda o'qirkan, qiynalib qolibdi. Men kartalarni yozib qo'yaman, shu yordam qilsanglar. Aka, meni kartam yo'q-da. Akalar, mayli, naqd berib ketsanglar bo'ladi. Men lokatsiyalarni qo'yib qo'yaman, shu naqd berib ketinglar. Rahmat. Azizlar, bugun bo'lajak qaynatamni oldiga keldim. Kuzatib turinglar. Assalomu. Ya, uzr, bezovta qildim. Подписчикlarga nimadir deyib shu yerda. Hello. Qaynata sovchilikka o'zim keldim oldingizga bugun. Mana o kim? Yo, mobilografim bu. Bu Kazyolmi bu videoga olib turibdi? Yo, shu hayotim yoritib boradi. Instagramda shunaqa qilib. Nima ish qilasan? Blogerman men. Qalin puling bormi bergani? Yo, pul yo'qda shu bitta istoriya qilib bersam bo'lmaydimi Instagramga? Istoriya nima degani? Avobni kichik qani? Do'stlar, agar menga boja bo'lmoqchi bo'lsanglar, qaynatamga murojaat qilinglar. Hali qizlar ko'p. Qalin pulini skidga narxda qilib berdi menga, sizlarga ham skidga narxda qilib beradi. Akajonim, ambulatoriyaga admin bo'lganmisan? Yo. Endi bo'lasan-da. Hurmatli Mo'bolani muxlislari, iloji bo'lsa uyimga kelib, Mon bilan mobilografini olib ketinglar. Bo'lmasa o'ldirib qo'yaman. Buyog'i qo'yog'i. Jigar, mana shuni bosib yormaysizmi? Bo'ldi, bosamiz. Kim bosish kerak? Amaki video olyapman. Ha, video. Ha. Odam emas ekansiz bor. Kim gapiryapsa, kim odam emas? Amaki shunday syomka qo'ying, maylimi? Syomka qiladi. Obzor. Maylimi? Voy eshak! Kim eshak deyapsan? Ya amaki video oling, maylimi shunday? Iltimos endi. Videomi? Ha, video oling shuni. Hojaka, ovozini ko'ryapsizmi? Dalalaringizga bosib yoradigan joyi lekin. Yo'q, hozir dalaga chiqmayapti lekin. Ha, tog'a video olyapman. Shuni yaxshi shunday video olay bo'ldi. Foydot, buni orqasini qarang. Sen traktorning orqasiga ham qiziqaversanmi? Jonga ham tegsa bo'ldi, obzor qilmayman, oching. Men o'zim obzor qilib beraman. Nima deydi? O'pka deydimi? Jigar, ha, bo'ldi. Qo'ltiq bosib yoradigan joyimi? Chachingni qara, yalama bo'lib yotibdi. Yuvib kelsam bo'lmaydimi, atala? Shahob tog'a, orqa patni o'stiramiz, oldilarini ham o'stiramiz, oldini yopamiz. Yo'q, opoqli so'kadi, mujik bo'l. Qaytib kelmayman bu sartaroshga. Deyman-ku, lekin rayonda bitta sartarosh bor-da. Xullas qizimni senga bermayman. Yigit chiyabori bo'ladi, yonidagilari hasharot bo'ladi, qizni otasi bermaydi. Tayson jigar nima keragi bor shu gaplar? Choylaring ichib bo'lgan bo'lsalaring-da, sekin. Turib, ha? Uka sen tishlaring qolib ketyapti, noningni ol. Jonginam yuraverdi. Chiyabori siqilib qoladi, o'zini o'ldirmoqchi bo'ladi. Tayson asabga tegadi, chiyabor qolgan chini ham urib to'kadi. Dang.